Namanganda oilaviy bog'cha tarbiyachisi 1,5 yosh bolaning oyog'ini kuydirib qo'ydi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Pop tumanida oilaviy bog'cha tarbiyachisi 1,5 yosh bolaning oyog'ini kuydirib qo'ygani, biroq unga birinchi yordam qilinmay 3-4 soat qarovsiz qolib turilgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 23-aprel kuni Pop tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro 1994-yilda tug'ilgan ayol voyaga yetmagan 1,5 yosh qiz farzandi 2023-yilning noyabr oyida tug'ilgan vaqtincha parvarish uchun SSga topshirgan. Ma'lum vaqtdan so'ng farzandini olgani kelganida bolaning oyog'i kuyganidan xabar topgan. Ayol farzandini shifokorga olib borib, bolaga ayni kuygan payti zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilmagani ma'lum bo'lgan va shu tufayli ona va SS o'rtasida nizo yuzaga kelgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.